Siz ham qizingizdan xavotir olasizmi? Voy, bu qiz qachon eplaydi? Voy, bu qiz hech narsani eplolmaydi. Voy, bir joyga borsa nima qiladi? Voy, bu odatlari qachon qoladi deb xavotir olasizmi? Bundan oldin aynan genetika haqida bekorga gapirmadim. Ishoning, genetikani zo'r tarafi hamma yaxshi xislatlaringizni ham shundoq ko'chiradi. Qo'sh, uyasida ko'rganini qiladi, lekin ozgina xavotirli tarafi ham shundaki, yomon xislatlarni ham, ancha oldingi ma'lumotlarni ham, odatlarni ham va yoshligim o'tib ketdi-yu deyishingiz mumkin, lekin aynan yoshligingizda, bolaligingizda qilgan odatlaringizni ko'pi bolangizga o'z ta'sirini ko'rsatayotgani, ahamiyat bersangiz shu narsalar qaytarilayotgani va kimnidir muhokama qilganingiz holatlari o'zingizni bolalaringizda, o'zingizni hayotingizda qaytarilayotgani yaqqol ko'rinishi mumkin. Shu narsalarga diqqat qiling. Bu shunchaki so'zlar emas, bu mening tajribam. Va xavotir olmang, eplab ketadi. Bu sizga yaqqol misol men o'zim. Chunki meni yaxshi taniganlar, anchadan beri, ko'p yillardan beri meni taniganlar aytishi mumkin. Hamma xavotir olardi. Voy, bu qiz kelin bo'lsa nima bo'ladi? Qanaqa kelin bo'ladi deyishardi. Chunki men g'irt o'ris edimda. Rus maktabida o'qiganman. Juda современный qiz edim. Rosa ochuv qiz edim. Fikrlarim ham shunga yarasha передовица qiz edim men. Ikkinchi shok bu meni ro'mol o'raganim bo'lgan, hech kim kutmagan. Shuning uchun xavotir olmanglar. Turmushga ham chiqqanman, kelinligimni ham eplab ketganman. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Men ham ko'rganimni qilganman. Так что xavotir olmanglar.